Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmamizga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 5-oyning 13-kuni payshanba. Hammanglarga shu vaqtda xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, mana bugun biz 11-oyning sultoni muborak Ramazon oyini ibodat va xayr ihson bilan tamomlab, cheksiz hayajon va sevgi ichida ro'za hayitimizni kutib oldik. Bu munosabat bilan butun dunyo musulmonlarining cümleden vatan içi ve sırtida yaşayotgan Şarkı Türkistanlık barliq qarindoshlarımızın ro'za hayitini muboraklaymiz ve xalqimizga Cenab-ı Allah'tan erkinlik, hürlük, amanlık ve baxt saadet tilaymiz. Hürmetli görürmenler, tövende diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Bugun dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yoralari va so'yimli xalqining dadi piroqida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida muborak ro'za hayitini kutib olishga majbur bo'ldi. Hayit namozdan keyin vatandagi ota-onasi va urug' tuqqanlardan telefon orqali bo'lsa-mu ahvol so'rab ularning hayitini muboraklashdan mahrum qoldirilgan muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun butun dunyo musulmonlari shodlikqa cho'mgan mana mushunda xosiyatli hayit kunlari bo'lsa, cheksiz azob va hasrat kunlariga aylanib qolgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ro'za hayit munosabati bilan e'lon qilgan tabriknomasida mundaq deb ko'rsatildi. Agar biz insoniy haq-huquqlarimizni, qadr-qimmatlarimizni, milliy va diniy mavjudligimizni qo'g'dab qolamiz va dunyo musulmonlariga o'xshash erkin va ozod holda hayitimizni qutlaqlaymiz deydi ekanmiz, u holda cho'qim xalqimizga kelayotgan butun zulm va baloy ofatlarning tub manbai hisoblangan Xitoy hokimiyatining mustamlikasidan va bo'yin turuqidan uzil-kesil qutulish uchun kurash qilishimiz va bu sharafli yo'lda butun fidokorligimizni ko'z tutishimiz lozim. Mana bu Sharq Turkiston xalqining birdan-bir chiqish yo'lidan iborat. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ro'za hayitlik tabriknomasida yana mundaq deyilgan. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, vatanimiz Sharq Turkiston kommunist Xitoyning tajovuziga uchragandan buyon vatan ichidagi xalqimizning biror kuni xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qonliq yosh to'kish va musibat ichida hasratlanish bilan o'tdi. Muhojiratdagi qarindoshlarimiz vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yoralari va so'yimli xalqining dardi piroqida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida bugungidek hayit bayramlarni kutib olishga majbur bo'lib keldi. Bugun biz Sharq Turkistonliklar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy yo'qotishga duch kelayotgan bir xatarlik vaziyatda turibdimiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga qaratgan fashistik qilmishlari bugun xalqaro jamoatchilikni uyg'otdi. Dunyo madaniyatiga shalliq tuhfalarni qo'shgan Uyg'ur xalqining bir butun millat sifatida yo'qolib ketishiga toqat qilib turolmagan xalqaro jamoatchilik mustabid Xitoy hokimiyatidan buning hisobini so'rash uchun jiddiy harakatga o'tishga boshladi. Mana mushunda xalqiliq bir paytda barliq Sharq Turkiston xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik safini mustahkamlab, Sharq Turkiston davosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ruhi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishimiz to'liq zarurdir. Dunyo Uyg'ur qurultiyining yana ro'za hayit munosabati bilan Uyg'urcha, inglizcha, turkcha, arabcha va ruscha tillarda hozirlab tarqatgan tabrik kartida butkul islom dunyosining, jumladan Sharq Turkiston xalqining ro'za hayitiga muborak bo'lsin. Allah xalqimizni asoratdan qutulishga nisb qilsin deyilgan. Undan boshqa yana har qaysi allarda faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimiz bas-basda tabriknoma e'lon qilib, vatan ichi va sirtidagi xalqimizning ro'za hayitini muboraklashdi. Bugun dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zlari turishliq davlatlarning koronavirusi haqidagi karantin tadbirlari va belgilamalariga amal qilgan asosda ro'za hayit namozini guruhlarga bo'linib o'tkazdi. Avstraliya Adelaide shahridagi qarindoshlarimiz bo'lsa hayit namozini birga o'tash bilan birga yana Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining o'rinlashtirishida kollektiv yetlash faoliyati o'tkazdi. Avstraliyaning Sydney shahridagi qarindoshlarimiz bo'lsa hayit namozidan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi marhum ustozimiz Husan Hasan afandimning tuproq beshini ziyorat qilib, marhumning ruhiga va aziz shahidlarimizga atab duo tilovat qilishdi. Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan qarindoshlarimizning hayit namozidan keyingi tunji ishi bu jumhuriyatlarda vafot bo'lgan milliy ustozlarimizning va G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qahramon ofitser va jangchilarining tuproq beshini ziyorat qilish bo'ldi. Turkiyada koronavirusi sababidan ko'chaga chiqish 17-may kunigacha cheklangani uchun Turkiyadagi qarindoshlarimiz hayit namozini asosiy jihatdan oilalarda guruhlarga bo'linib o'tashga majbur bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining markaziy organi joylashgan Germaniyaning Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoatimi bugun Germaniya hukumatining karantin tadbirlariga qattiq amal qilgan asosda hayit namozini Uyg'ur masjidida guruhlarga bo'linib o'qidi. Hayit namozida Myunxendagi Uyg'ur jamoati bilan birga bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa afandim namozdan keyin qilgan tabrik so'zida butun islom dunyosining,
Jumladan barliq Sharq Turkiston xalqining muborak ro'za hayitini qutlug'lash bilan birga, vatan ichida azob chekayotgan xalqimizga Allohdan omon esenlik tiladi. Xitoyning shuncha qattiq besim va noroziligiga qaramasdan Amerika, Germaniya, Angliya qatorliq davlatlarning sohibxonligida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 12 may kuni o'tkazilgan maxsus Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqidagi to'r muhokama yig'ini dunyo matbuotlarida intayin zo'r ta'sir qo'zg'adi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi və Xalqaro Vakolatsiz Millatlar Təşkilatının muavin raisi Dolqun Aysa əpəndimnin yepilish nutqi bilan oxirlashgan bu qitimqi tarixiy yig'inning amaliy ahvoli Birlashgan Davlatlar Təşkilatının to'r sahifasi orqali naq maydondan dunyoga tarqatildi. Amerika CNN televiziyasining dunyoga dongliq muxbiri Beki Anderson əpəndim riyosatchilik qilgan bu navbatlik yig'inga 50 atrofidagi davlatning Birlashgan Davlatlar Təşkilatidagi elchilaridan boshqa yana Birlashgan Davlatlar Təşkilatının münasibətlik amaldorlari, Dünya Uyghur Qurultayı, Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq nopuzli kishilik huquq va ommaviy tashkilotlarning mas'ullari, tadqiqotchilar va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Kulkilik yeri shuki, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini bu qitimqi yig'inni boyqut qilishga chaqirgan va har qaysi davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilarini yig'inga qatnashmaslik haqida qattiq ogohlantirgan Xitoy hokimiyatining bu yig'inga o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakilini qatnashtirishi va yig'inda so'zlash huquqi talab qilishi xalqaro jamoatchilikning qattiq masxarasiga uchradi. G'arb matbuotlari Xitoyning o'zining tukurkini o'zi yalaydigan bu yerginishlik qilmishini yumurga aylantirib oldi. Chunki Xitoy bilan eg'iz burun yalishib yurgan bir qism g'ayri-demokratik davlatlar Xitoyning besimi va talabi bilan bu qidimqi yig'inga qatnashmagan bo'lib, Xitoyning o'zining bu yig'inga kirivilishi bu allanimi xalqaro jamoatchilik oldida intayin osal va kulkilik ahvolga tushirib qo'ydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida chaqirilgan bu qitimqi yig'inda tunji so'z mustabid Xitoy hokimiyati tarafidan quruq tuhmat va bo'hton bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur xalqining qaysar o'g'loni Ilhom To'xtining Amerikada yashayotgan qizi Javhar Ilhomga berildi. Javhar xonim yig'inda qilgan ichilish nutqida oldingi mezgillarda o'zining vatandagi tuqqanlarga musulmonlarning qoidasi bo'yicha assalomu alaykum deb salom berganida qarshi tarafdagi tuqqanlarning bu xil salomdan intayin qo'qish his qilganligini bayon qilish bilan birga vatandagi Uyg'urlarning o'zlarining an'anaviy urf-odatlari va islomiy qoidalar bilan bir-biridan hol ahvol so'rashning o'zlariga jiddiy xavf ilib keladigan bir masalaga aylanib qolganligini, chet eldagi Uyg'urlarning vatandagi urug' tuqqanlarining omonligidan qattiq vahim yeb, qo'rquv va tashvish ichida yashashga majbur bo'layotganligini ta'kidlab o'tgandan keyin mundoq dedi. Masalan, o'zimni etsam bu yerda so'z qilganim uchun vatandagi oilamning bexatarligidan andisha his qilyapman. Bu qitimqi yig'indan keyin Xitoy hukumatining oilamdagilarni parokanda qilmasligini umid qilaman. Bu qitimqi yig'inga sohibxonlik qilgan Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq bosh elchisi Linda Thomas xonim yig'inda qilgan tabrik so'zida Xitoy hukumati Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa oz sonli xalqlarga qaratayotgan insoniyatga qarshi jinoiy va irqiy qirg'inchilikni to'xtatganga qadar biz o'rnimizdan dast turib ovozimizni chiqaramiz. Shundoqla biz davomli turda ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimiz bilan zich hamkorlashib, Xitoyni barcha insonlarning kishilik huquqiga hurmat qilishga majburlashimiz lozim. Linda Thomas xonim so'zida yana Amerika hukumatining Kanada, Gollandiya va Angliya parlamentlarining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilganligini xotirlatib o'tish bilan birga, hozirmi ham eng oz 1 million Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarning jazo lagerlarida tutib turilayotganligini, ularning xo'rlashga va majburiy emgakka duchor bo'layotganligini, Sharq Turkistonda ayollarning majburiy tug'mas qilinib, insonlarning diniy e'tiqod erkinligi va fikr qilish erkinligidan tamoman mahrum qoldirilganligini bayon qildi. Linda Thomas xonim so'zining oxirida Xitoy hukumatining tub nishoni Uyg'urlarning tarixiy yiltisini yo'q qilish, naslini yo'q qilish, o'zaro aloqasini yo'q qilish va boylik manbalarini yo'q qilishdan iborat. Bu xil qilmishlarga insonlarning chidab turishi aslo mumkin emas deb ko'rsatdi. Bu qitimqi yig'inning yana bir sohibxon davlati Angliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq bosh elchisi Barbara Woodward xonim yig'inda qilgan tabrik so'zida Sharq Turkistonda jarayon qilayotgan hodisalarni bugungi davrdagi eng og'ir kishilik huquq krizi deb ko'rsatdi. Barbara xonim so'zida yana Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining mavjudligining ko'p taraflamalik dalillar va hatto Xitoyning o'zining ishki hujjatlari orqali to'liq isbotlanganligini eskartib o'tish bilan birga, Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistonda cheklimsiz holda erkin tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishi lozimligini ta'kidladi. Bu qitimqi yig'inning yana bir sohibxon davlati Germaniyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq bosh elchisi Christoph Hausigen apandi yig'inda qilgan so'zida, agar Xitoyning yushiradigan bir narsa bo'lmasa, nemishqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining Xinjiangga berib tekshirish ilib berishiga yo'l qo'ymaydi.
Bundaq muhim bir xalqarалық organning va har qaysi davlatlarning birlashib, mushundaq bir yig'inni uyushtirishi kam uchraydigan alohida bir ahvol. Biz Germaniya Xitoyning tahdidlariga pisat qilmasdan bu qitimqi faoliyatning o'tkazilishini to'liq qo'lladik deb ko'rsatdi. Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilik masalasida hozirgacha sukut qilib turgan va bu sababdan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining izchil tanqidiga uchrab kelgan Germaniyaning bu qitimqi yig'iniga sohibxonlik qilgan davlatlar qatoridan o'rin olishi g'arb matbuotlari tomonidan mamnuniyat bilan qarshilandi. Bu qitimqi yig'inni to'sish va boyqut qilish uchun intayin zo'r kuch sarf qilgan Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq amaldori Gojakunning tuyuqsizla yig'inga usib kirib so'z haqqi talab qilishi yig'in ahlini hang-tang qoldirdi. Xitoy amaldori Gojakun yig'inda qilgan so'zida bu qitimqi yig'inning Xinjiangning kishilik huquq masalasi bilan qilcha aloqasi yo'q. Maqsad Xinjiangni siyosiy qo'ral qilib Jongoga hujum qilishdan iborat. Irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak deganlar asrlik bir cho'ng yolg'ondan iborat. Oz sondagi ba'zi davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qalqon qilib, Jongoga hujum qilish orqali o'zlarining siyosiy g'araziga yetmoqchi bo'lyotdi deb chalvaqadi. U so'zida yana bizning yushirdigan hech qanday narsamiz yo'q. Xinjiangning ishga har zaman ochiq. Biz har qanday kishining Xinjiangni ziyorat qilishini qarshi olamiz. Ammo biz ig'vo tayangan gunoh izlashni maqsad qilgan tekshirishlarga qarshi turamiz deb bildirdi. Yig'inda yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasining bayonotchisi Ravina Shamdasani xonimi so'z ilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatiga intayin ko'ngil bo'layotganligini va u yerga berib tekshirish ilib berish uchun jiddiy tirishchanlik ko'rsatganligini, bu jihatda Xitoy taraf bilan suhbat ilib berayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasining Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyati haqida davomli turda uchur to'playotganligini, Sharq Turkistonning vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotganligini bayon qildi. Bu qitimqi yig'inda yana har qaysi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, tadqiqotchilar va jurnalistlar so'z ilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarining tipik bir irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini amaliy misollar bilan sharhlab o'tdi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarini to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishga chaqirdi. Yig'inda yana Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon Apandimga so'z haqqi berildi. Anvarjon Apandi so'zida Xitoy hokimiyatining navbatda turmada begunoh tutib turilayotgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtini shartsiz holda qo'yib berishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Yig'inning oxirida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa Apandim yepilish nutqi so'zlashga alohida taklif qilindi. Dolqun Aysa Apandi yepilish nutqida qilgan so'zida Xitoy hokimiyatining ilgari Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan assimilyatsiya qilib yo'qotish siyosatini keyingi 4 yildan buyon rasmiy irqiy qirg'inchilikqa yuzlandirganligini va Ikkinchi dunyo urushidan buyangi eng zo'r jazo lagerining navbatda Sharq Turkistonda o'tirg'i chiqqanligini ta'kidlash bilan birga, buningga misol sifatida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta rahimsizlarcha ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dinsizlashtirish va naslini quritish, madaniy meroslarini yo'q qilish siyosati, Uyg'ur sarxillarining ziyonkashlikka uchrash ahvoli, Uyg'urlarga qaratilgan yuqori besimlik nazorat va ta'qib sistemasi, Xitoy hokimiyatining chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga qaratib kelgan tahdid, besim va ziyonkashliklari qatorliq mazmunlarda to'liqlama ma'lumot berib o'tdi. Dolqun Aysa Apandi so'zida yana Uyg'urlar duchor bo'layotgan shuncha og'ir darajadagi irqiy qirg'inchilik oldida hozirgacha sukut qilib turgan ba'zi davlatlarni, bo'libmi Dunyo islom hamkorlik tashkiloti va uning tarkibidagi davlatlarni tanqidlash bilan birga, hamda bularning sukutni buzib harakatga o'tishi lozimligini, bo'libmi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida hozirgacha zuvan surmay kelgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antino Guterres apandimning sukutga xotima berishi lozimligini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga haydakchilik qiladigan maxsus bir mexanizmning qurib chiqilishi lozimligini bayon qildi. Dolqun Aysa apandi so'zining oxirida yana irqiy qirg'inchilikni faqatla Uyg'urlarning o'zining to'sib bo'lolmaydiganligini, uni to'sishning butun xalqaro jamoatchilikning o'rtaq mas'uliyati ekanligini, Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilib turaverishning mohiyatda Xitoyning bu xil jinoiy qilmishiga sherik bo'lganlik ekanligini alohida eskartib o'tdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan o'tkazilgan yuqorqi tarixiy yig'in munosabati bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi bu vaqtda o'zining qarashlarini ifoda qilib mundaq dedi. Selamun aleyküm qarindoshlar. Ro'ziyatinglar muborak bo'lsin. Budaqi Birleşken Devletler Teşkilatı ramkasında içilgan, yani Uyg'urlar haqında içilgan bu yig'inning bazı ahamiyatları var. Birinchidan, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki kurgucu felsefesinde yer alan
inson haqlari noktasında buni chaqalagan bo'ldi va shundaqla yeni Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan çıkargan xalqaro inson haqlari bayonnomasi ama binoan bu yig'inni ilib beryotdi. Bugün iki devlet demokrasiyani qabul qilgachqa inson haqlariga hurmat qilyotdi. Ama bir devlet qolgan devletlarning beshida Xitoy bor, bu hurmat qilmayotdi. Şununla bu mesele, yani insan hakları mesele bulup devletlerinin siyasi, ictimai kıymet qarashları bo'lg'achqa Xitoyga qarshi Birleşken Devletler'nin inovatini ve qonunini qo'g'dash chetda bo'lsin, bu yig'inninki bir ahamiyati bor. İkinciden bu da'voning xalqaro elish chetda bo'libmi, shu 2018 aydan beri Turkiston meselesi dünyanın siyasi merkeziga kelishi ve Birleşken Devletler Teşkilatı ramkasında bunu müzakere qilishi bilan da'voning xalqaroviylashgan bo'ldi. O günden bugüngacha xalqaroviylashgan bu utuqliqlarni qo'g'dab qilish ve bunu muqimlashtirish chetdimi bu yig'inning bir ahamiyati bor. Çünkü bazı utuqliqlar taraqqiyot bilan ve vaziyatning o'zgarishi bilan tugab ketishi mumkin. Ama bu yig'in bu da'voning xalqaro saviyasida tutib turish chetdimi cho'ng bir ahamiyati bor. Üçüncüden deydigan bo'lsak, Dünya Uyghur Qurultayının inovatinin ko'tarilganini ko'rsatdi. Keyingi yillarda mayli Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bazı komisyonlar bo'lsin, mayli Yevropa Birligi'nin parlamentosu ve birliğindeki bazı komisyonlar bo'lsin, Dünya Uyghur Qurultayı ile hamkorlik qilmoqda. Şundaqla Dünya Uyghur Qurultayı nurg'un devletlerinin bazı organları bilan münasebetler var. Yani yig'ib kelgan chog'da xalqaro müesseseler ve şundaqla bazı devletler Şark Türkistan meselesi, Uyghur meselesini ko'rishish ve müzakere qilish ve ma'lumot ilish uchun Dünya Uyghur Qurultayıga müracaat qilyotdi. Şundaqla Dünya Uyghur Qurultayı ularni o'rlashtirgan yig'inlarga qatnashib kelyotdi. Yani Dünya Uyghur Qurultayının bir ta'sir kuchini bu yerda ko'rsatgan bo'ldi. Ro'za Hayit arifasida Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining komissari Nuri Turkel apandimning dunyoga mashhur Forbes jurnali bilan tang o'rinda turadigan boylik jurnali tarafidan e'lon qilingan 2021-yillik dunyodagi ta'siri eng kuchli 50 rahbar tizimligiga kirgizilganligi chet ellardagi Uyg'urlarni alohida suyundirdi. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa apandim bu münasebet bilan bugun istansimizga qilgan tabrik so'zida bu shon sharafga muyassar bo'lgan Nuri Turkel apandimni butun Sharq Turkiston xalqi nomidan qizg'in tabriklaydiganligini ifoda qilish bilan birga bu xabarning muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimiz uchun ro'zi hayitlik go'zal bir sovg'a bo'lganligini va Nuri Turkel apandimdan cheksiz iftixorlanish va g'ururlanish his qilganligini ta'kidladi. Boylik jurnalining Nuri Turkel apandimga bergan bahosida mundaq deyilgan: Nuri Turkel dаңlıq kişilik huquq qo'g'dag'uvchisidir. Uning eng muhim xizmati o'zi tug'ilgan diyoridagi Uyg'ur va boshqa millatlar uchrayotgan zulmga markazlashgan. U yana Uyg'ur kishilik huquq qurilishi hay'atining raisi. Ovam palata raisi Nancy Pelosi o'tgan yil uni Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining komissari qilib tayinladi. U Xitoydagi majburiy emgak va yerli xalqqa yurgizilayotgan madaniyat qirg'inchiligini oyoqlashtirish uchun Amerika Davlat Majlisining Xitoydan paxta, to'qimachilik mahsulotlari va boshqa mollarni import qilmaslik haqida qaror chiqarishiga turtki bo'ldi. U yana kuchli sabablarni ko'rsatib, Amerika shirkatlarining mol ta'minlash liniyasini qayta barpo qilish va Xitoydan savdo aloqasini uzishga chaqirdi. Ma'lumotlarga qaraganda boylik jurnali har yili dunyoda ta'siri bor cho'ng shaxslar, rahbarlar, shirkat liderlari, hukumat xodimlari, sayya va xayr-saxovat o'rinlarida tuhfa yaratganlar, tantarbiya va san'at sohasida alohida natijalarni qo'lga keltirganlar, umuman o'z doirasida muhim rol o'ynaydigan qobil yetakchilar va ulguli kishilarni tanlab, dunyodagi ta'siri eng kuchli 50 rahbar tizimligiga kirgizadi ekan. Bu qitimqi tizimlikda Yangi Zelandiyaning ayol bosh ministri Jasinda Ardern 1-o'ringa, Nuri Turkel 7-o'ringa, Nobel tinchlik mukofotiga erishgan Malala Yousafzada 31-o'ringa tizilgan.
Amerika Tashqi ishlar ministrligi tarafidan 12 may kuni e'lon qilingan 2020 yillik xalqaro diniy erkinlik dokladida Uyg'urlarning diniy e'tiqodining Xitoy tarafidan yo'qotilayotganligi masalasi muhim salmoqni egalladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken shu kuni bu munosabat bilan o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini qayta ta'kidlash bilan birga diniy e'tiqod erkinligining boshqa kishilik huquq erkinliklariga o'xshashla nihoyatda muhim ekanligini ifoda qildi. Blinken yana Falun Gong murtlariga ziyonkashlik qilishda muhim rol o'ynagan Xitoyning Chengdu shahri Gouxun rayonlik partikumining muavin sekretariga embargo yurgizganligini jakarlash bilan birga, bundan keyinmi yana insonlarning diniy e'tiqod erkinligiga va diniy zotlarga ziyonkashlik qilgan boshqa Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishni davomlashtirganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.